Hürmetli kuzatuvchilarimiz, Bog'ot aka avtosavdo kanali obunachilari. Bundan topar mashinalardan topib qo'ydik. Egalardan mashinamiz. Bu mashinamiz salon bahasından pastı bir 50 milyon so'm arzondan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Changam T2 modeli bo'ladi. Mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Pokoleniya 4-pokoleniya metan gazlar bilan jihozlangan. Bosib o'tgan masofalari 18 ming kilometr yurtdir. Salon holatlarini ko'rib o'tishlaringiz mumkin. 18 ming kilometr yurgan mashinada konditsionerlar ham bor ekan. Mashina 5 odamlik bo'ladi. Double kabina deb aytiladi ekan bu. Arkasına 3 adam bemalol o'rnashib o'tirib, buni dalniga ketaveradilar. Salon holatlari yozning kuni konditsionerlarni qo'shib berib, arkasına 2 tonnalık ekan, arkasının sig'imi, ramlar ham quvvatli. Mashinamiz ofitsialniy Changam servisnasidan olingan salonunda. Mashina 100lik metan gazlar ham ustanovka etilgan. 2023 yil Changam T2 modeli bo'ladi. Mashina injektor motorda. Pokoleniya metallar qo'yilgan aytib o'tganimizdek. Mashinamiz narxini aytib o'tamiz do'stlar. Narxi 145 milyon so'm. Mashina barter xizmatlari ham bor. Kelishib bilsak, mashinalarni hisoblab olamiz. Bu yan taraf egasini o'zlarimiz naqd pul sanab beraveramiz. Mashina lekin haqiqiy egadan bosib beradigan joy. Kredit ham qilib beraveramiz. Dokumentatsiyalarni o'zlarimiz ishlab beramiz. Egasi naqd pulni olib o'yindan chiqaveradi. Kelasizlar, ko'rasizlar, ustunda egasini chaqirtirib beramiz, lekin zo'r narx ham shikolat narxda. 196 milyon so'm o'zi narx sanab salonni olgan. Plusuna metan qo'ydirgan, nomer takkan. Lekin az 145 milyon so'm bo'lsam beraveradilar mashinani. Kelaverasizlar, mashinamiz Bog'ot aka avtosavdo kanalida shu yerda sotuvda turadi salonimizda. Bemalol pastda nomerlarimiz qoldiramiz. Bizga bog'lansangizlar, shu mashinamiz haqida yana qo'ldan kelgancha batafsil tushuntirib o'tamiz. Rahmat kuzatib borganlaringiz uchun. Sog' salomat bo'linglar. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar.